Bugungi video orqali sizlarga farzandning tug'ilish muddatini aniqlashni o'rgataman. Bu jarayon juda ham oson hisoblanadi. Buning uchun biz homilador ayolni oxirgi hayzning birinchi kunini bilishimiz shart hisoblanadi. Masalan, bu oxirgi hayz. Hayzning birinchi kuni bu 1-yanvar. 1-yanvar ekan. Bunga biz 3 oyni ayiramiz. 3 oy 90 kunni ayiramiz va 7 kunni qo'shamiz. 3 oyni ayirganimizda 1-oktyabr keladi. 1-oktyabrga 7 kunni qo'shyapmiz. Bu 8-oktyabr ekan. Farzandning tug'ilish ehtimoli 8-oktyabr bo'ldi. Xuddi shu tartibda qolgan oylar ham hisoblanadi. 3 oyni ayirasiz oxirgi hayzdan va 7 kunni qo'shasiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.